Mana shu kvartiramiz mehmonxonasiga chiroyli qilib oq divan o'rnatilgan, juda ham chiroyli qilib devorlarni rangiga sajdatsa qilib, bundan tashqari bu tomonda bizlar televizor o'rnatilgan va mana shu lyustraga bitta baho beringlar, juda ham menga ma'qul bo'ldi. Boshqa kvartiralarda men hali ko'rmabman. Bundan tashqari dekoratsiyalar ham qilib qo'yilgan. Mana bu yerda esa bizlarda oshxona joylashgan. Oshxonamiz ham juda ham chiroyli remont qilingan, kухonniy garnitur o'rnatilgan. Kerakli hamma mebel jihozlari bor, stul o'rnatilgan. Nonushta qilish uchun bundan tashqari mana shunaqa pribor posudalar ham o'rnatilgan do'stlar. Devorlar polностью atachinda qilingan, MDF eshiklar o'rnatilgan, oq. Bu yer esa bizlarda kattalar yotoqxonasi bo'lyapti. Kattalar yotoqxonasida ham shifonyer, kravat, tumbuchka mana shunaqa hamma kerakli mebel jihozlari bor va eng qizig'i ko'p xaridorlarimiz so'raydigan mana shunaqa balkoni ham bor kvartiramizda. Kvartiramiz 2-qavatda joylashgan, 60 kvadrat 3 xonali studiyaviy kvartira bo'lyapti. Hamma mebel texnikalari bilan dvokonturli kotel o'rnatilgan, chopli pol qilingan. Va mana bu yerda bizlarda koridorimizda ham chopli pol qilingan mana shunaqa chiroyli mebel o'rnatilgan, obuv almashtiradigan joy, asosiy kirib kelishimiz eshigi va mana bu yerda bizlarda bolalar yotoqxonasi. Bolalar yotoqxonasida ham hamma kerakli mebel jihozlari bor. Kvartiramizning hujjatlari tayyor turibdi, bir kunda afonsiz qilib olishingiz mumkin. Va mana bu yerda bizlarda общий санузел. Do'stlar, qaytarib o'taman, kvartiramiz 3 xonali studiyaviy 2-qavatda Gagarina ko'chasida Novostroyka G'ishtli domda 8 qavatli domning 2-qavatida bo'lyapti. Kimga qiziq bo'lsa agar pastda narxini yozib qoldiramiz, ma'lumotlari bilan telefon qilinglar, yana arzonroq qilib olib beramiz. Ko'rishguncha.